Hi guys, welcome back, and now let's learn lesson 60. What is the time? Sağlaşa yaxshimizlar? Hamsa qaytib kelaylik. 60-cı ders nimani sana saat qancha bo'ldi? What is the time? What is the time? What is the time? Okay. Anaqa, mesela bu şu vaqtni o'qiganda, bular mesela ay kunlarni o'qiganda qanday qilmaymiz desanglar, mesela 2-14 oldin qatim bir qisqagan to'xtalgan. Avval ayni deymiz, undan keyin mesela kunninki manchinchisi, ayning manchinchi kuni deb o'qiymiz. Mesela 2-chi ay degani February the 14th. The 14th oxiriga th tilimizni mana ishlaydigan talaffuz qilindi. Bu nima? February the 14th. Shunami? Endi keyingi 12-chi oy December the 31st. December the 31st. 31-chi kuni. 31st. Endi mana birinchi degani first, second, third, fourth, fifth. Shunami? Keyingisi nima desam, December the 25th, June the 1st, the September the 10th, August the 15th. Okay, degandek. Endi mana yillarni o'qiganda qanday o'qiymiz desanlar, jup o'qiymiz. Masalan 1996 degandek, 1996. 1996. 19 deganda teen ağzınızdan kilistirganda oldu. Endi meyadımda bir genç oba. Şöyle bir bulgan 19, birisi 90. 19 ni qanında bir sezim bo'ldi esqilsa 90. 90 deganda hech qanday yo'q. 19 ağzınızda oldu. Endi qishimiz 19. Shunami? Okay, 1990. Okay. 1996. 1997. 1945. Okay, 2001. Okay, 2001. Yak 2001 sanırım buldu. 2008. 2008. Tamam. And the macho 2016. Okay, 2016. So ask about date and time. Mesela şu vaqtlarni so'raganda, mesela it's 8 o'clock. What is the time now? And the saat necha bo'ldi degan deymiz. Shu what is the time now? Hey, what is the time now? It's 8 o'clock. Today is a Tuesday. Mesela bugün qaysi kun bo'lgan bo'lsin deymiz. What date is today? Bugün qaysi kun? Mesela what date is today? Mesela it's Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. What about it's March 8th, 2016? What is the date today? What is the date today? Okay, what is the date today? And the what day is it today? And the what day is today bo'lsa, bugün qaysi kun demakchi, shu haftaningki Monday, Tuesday bu. And what is the date today? O'shalarga date degan chislar bo'ladi. And the March 8th, 2016. Demak ham bu shu chislar. Vaqt qancha bo'ldi degan nima? What's the time now? Yoki what time is it degandek. Qaranglar keyingisiga. You know, I don't have any banana, but I have some peaches. Shunami? Peach. Endi buningda musharik xatolik nima desanglar, esketilmagan. Esketilishning qoidasida hamda oxiri x o c h sh s ma'lum bo'lsa es qattiq qo'y. Masalan, I don't have any bananas, but I have some peaches. Okay, peaches. Okay, making so I don't have any coffee, but I have some milk. Mana qadamda qatmamdim. No, bu sanag'ini bo'lmagan ekan, demak qaytishninga ajdi yo'q. I don't have any tomato, but I have some potato dedi. Bundan qana qatimiz. Bu tomato, potato sanag'ini bo'lgan, oxiri o bilan oxirlashdi, bularga naf s qatimiz. So, do you have any butter? Demak, jam deb tushunami?
I don't have any butter, but I have some jam. Bu ülgü misal. Bu ülgüge o'xshatib qanday qilib qilamiz desanglar ishlaymiz. I don't have any butter, but I have some jam. So do you have any mince? Sizda qiyma go'sht bormi desa, yo'q, menda yo'q bor deydi. Okay. Masalan, I don't have any mince, but I have some steak. So do Sam and Jack have any bread? Biscuits bakana. And Sam and Jack bo'lgandan keyin hamda bu ular bo'lishi kerak shunama. They don't have any bread. They have some biscuits. They have some biscuits. Okay. Bo'ldi. Bugungi darsimiz qisqagina oxirlashdi. Bugun mushagichi bo'lsin. Bo'lsa ko'p takrorlab turinglar. Tekstni yodlab qo'yinglar. Ko'p takrorlab qo'yinglar. Ama shunday qilsanglar, ishonmayki, sizlarningki saviyanglar bag'ansiri ko'tarildi. Ondan sonra bizningki shu g'oya answers da bir yangi program yo'l qo'ydik. Bu programda qanday qilganda so'zlikni, ig'iz tilini, uningki grammatikani o'rgangani bo'ldi degan to'g'risida nurg'un yaxshi yangi fikrlar o'tirib qo'yildi. Bo'lsa shu programni ko'rib bo'lsanglar, o'rganishni texmo oshqisi. Bo'ldi. That's all for today. Thanks for watching. Goodbye.